Bir minut. Hozir yashayotganlarimizning hammasi Blackni bitta o'yini bo'lsa-chi. Lekin ko'p vaqtdan beri bizga o'yin qilmayapti. Men ham o'zi shuni aytaman, balki boshdagidek bizga sovuq muomala bo'lishida sababi budir. Qizlar o'saqlatda bitta tush ko'rdim. Biz bitta arra o'yindaydik va tushmas ekan. Uf. Tushingda ko'rganingga ko'ra kelajakni, ya'ni bugunni ko'rding. Bo'lmasam arra kim bilsin kerak. Jamila, oilalarda gaplashmanglar va men aytganlarimni yaxshilab eshitinglar. Hozir o'yinga boshlaymiz. Black, bizga yordam ber. Bo'ldi, Jamila, endi menga hammasini qoldiringlar. Sizlar bilan bitta ishonch o'yinini o'ynaymiz. Hammaga bir-biriga taslim aytasizlar. Bo'lmasam Aytmasak. Bo'lmasam vajida stajyerlik qilamizlar. Nima? Uni qanaqa qilib qilasan? Sen kimsan? Shuncha odamlarning orasidan tanlangan bizlarni vajidan chiqarib tashlaysan. Aytganlarini qilmaganlarni jazosi bumi ya'ni? Qani qo'rqinchli kinolarda bo'ladigan narsalarning 4 dan 1 ham yo'q. Qo'l kesish, yana nimadirlar, qani o'shalar 4 dan 1 ham yo'q. 3 dan 1 ham hatto. Qani? Jisusan jinniga aql o'rgatyapsanmi yoki jinni bo'lgan sensanmi? Sir ayt yoki o'l. Yasha yoki o'lmasmidi u? Va vaqtida boshladi. Hech kim gapirmasin, o'zi vojidan hech kim bizani chiqara olmaydi. Men nimadirni tanamoqchiman. Black. Menga ishoninglar dedim. Uni kim bo'lganini bilaman. Biladigan bo'lsang ayt. Ayıp bo'ldi lekin. Nimaga ayıp bo'lsin? Sen bizani kechqurun bu yoqqa bog'lab olib kelib, shu yoqqa tutib o'tirganing ayıp bo'lmayapti lekin. Yana sen arrasan. Yo'q, men ham so'kman. Arrani ko'rsalar ham shunchalik qo'rqmadinglar. Voy. Tabriklayman. Testdan o'tdinglar. Va endi debut qilsanglar bo'ladi. Yana Black boya gapirganlar bilan gaplashishimiz kerak. Ya'ni biz yaqin vaqtda debut qilamizmi? Ha, zo'ra. Black yana qani? Sizlarga aytmadimmi qaqib ketganini? Yo'q. U sizlarga aytdi, faqat men bilmayman deb o'ylagandim. Yana Black darslarga ham uncha kirmayapti. Vaji Blackga ruxsat berayotganmikan? Kelajakni ko'rganini bilgani uchun shunaqa ruxsat berayotganmikan? Roze, sen qayerda bo'lganini bilasanmi? Qayerda bo'lganini bilsam sizlarga aytardim-ku. Bilmayman, Black ko'pincha senga sirlarni aytadi, shuning uchun so'radim sendan. Endi sizlarga qanaqa muomala qilsa, menga ham shunaqa muomala qilyapti. O'tgan safar ham ikkalamizning bir xil bo'lgan darslarimizga kirmagandi Black. Nimadir problema bor yoki Vaji Blackga ruxsat beryapti. Mana bitta fikrim bor. Blackni o'zimizning guruhimizga qo'shaylik. Ish beradi deb o'ylamayman. Qilib ko'rishdan zarar kelmaydi. A few moments later. Train. O'ldim. Charchadim. Charchab ketdim.
Qo'lim qaylib ketdi. Nima? Qachon va qanaqa qilib bo'ldi? Ertalab raqsga tushayotganda bo'ldi. Og'riyaptimi? Yo'q, lekin ehtiyot bo'lishimni aytdi, qaytib qaylmasligi uchun. Hozir og'rimayapti, lekin raqsga tushayotganda og'riyapti. Lekin baribir ham shunda ham dam olish kunimiz 2 haftada bir bo'ladi. O'zlarimiz uchun nimalarga chidaymiz? Lekin ba'zi birlar hech ter to'kmasdan va darsga kirmasdan aydol bo'lmoqchi. Qaranglar qanaqa mazza qilib uxlayapti. Charchadim. Hozir yotib uxlashim kerak, bo'lmasam yana hushimdan ketaman. U nima? Feeling like a sinner and so far with it. I go woo. Bugün doğum günüm müydü benim? Yorgunluktan tamamen aklımdan çıkmış.